Jannat oshiqlari yiqilgan maydon. Abdori Ibn Nuhas. Tarjima qiluvchi Abu Abdulbasir. Kirish so'z. Shubhisizki, barliq hamd sanolar Allohga xosdir. U zotdan yordam va mag'firat tilaymiz. Nafsimizning sharridan va amallarimizning yomonligidan Allohga sig'inib panoh tilaymiz. Allah hidoyat qilgan kishini hech kim ozdira olmaydi va Allah ozdirgan kishini hech kim hidoyat qila olmaydi. Guvohlik beramanki, bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. U yakigondir. Uning hech sheriki yo'qdir. Yana guvohlik beramanki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning bandasi va elchisidir. Islomning quvvati, tavhidning qurg'oni, ummatning saodati bo'lgan Alloh yo'lidagi jihodni tark etganligi sababli Qur'onlari ko'ydirilgan, payg'ambari masxir qilingan, ifat nomuslari dafsanda bo'lgan, g'ururi sungan, ziminlari tajovuz qilingan bugungi bu mazlum islom ummati ana shu tarixning nuroniy batlarini o'zining issiq qonlari bilan yozgan, adolat tug'ining Allohning ziminlarida mardona lapildishi uchun din yo'lidagi jafo mushaqqatni lazzat, Allah yo'lidagi shahidlikni g'alaba sanagan, qaysar chavandoz ajdodlari o'ynatgan qilishni qayta qo'lga ilib, jangga qarab ochib turishqa. Saodat urqini kufr zulmi ostida echinishga ingravotgan har bir tuproqqa chechishqa naqadar muhtoj. Zulmat qorong'uligida gangrab qolgan bu islom ummatiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'l ko'rsatib mundoq deydi: Agar sizlar jazona tijoratlarga berilib, kalaning quyruqlariga esilib, teriqchilik bilan mashg'ul bo'lib jihodni tashlab qo'ysanglar, Alloh sizlarga xorliqni yuklab qo'ydi. Toki sizlar dininglarga qaytmoqcha, Allah o xorliqni sizlarning ustinglardan ko'tarib o'tmaydi. Alloma Shavkani rahimahulloh mundoq deydi: Bu xorliqning sababi ular Alloh yo'lidagi jihodni tashlab qo'yganlik bo'lib, jihod islomning izzati va boshqa dinlar ustidan bo'lgan g'alabasi edi. Ammo ular izzatga sabab bo'lgan ot minishning o'rniga kala podilari bilan mashg'ul bo'lishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning dininglarga qaytmoqcha degan so'zda yetarlik ogohlantirish bor bo'lib, vaholanki jihodni tark etish dindan yiroqlashganlik bo'ladi. Alloma Ibn Qayyim ham jihodning manfaatini qisman bayon qilib mundoq deydi: Jihodning g'am qayg'ularni ketkizishi har bir vijdonli odamga ma'lum. Chunki inson qachoniki botil tajovuzchining zulmi va tajovuziga javob qaytarmasa, uning g'am qayg'usi, jafo mushaqqati va andishasi kuchayishga boshlaydi. Agar uningga qarshi jihad qilsa, Alloh taolo u g'am qayg'ularning o'rniga xushalliq, jasorat va kuch-quvvatni almashtirib berdi. Shuning uchun qalb ojizligi va g'am qayg'uni ketkizishda jihoddan yaxshi amal yo'q. Islom quvvati va musulmonlar izzatining jihodsiz barpo bo'lmaydiganligiga o'z qalami va qilichi bilan da'vat qilgan imom, olim, mujohid Shahid Ahmad ibn Ibrohim Damashqiy rahimahulloh ushbu qimmatli kitob, ya'ni jannat oshiqlari yiqilgan maydonni Mo'g'ullar va ahli silib qo'shiniga qarshi jihoddan o'ltirib olgan musulmonlarni jihodga chaqirish va ularning jihoddagi himmatini oshirish uchun Hijriya 812-yili yozib chiqqan bo'lib, shayxning bu kitobni o'z qalami va qini birligiga bitganligi bu kitobga o'zgacha quvvat va ta'sir kuchi bag'ishlagan. O'z hayotini ilm, jihod va da'vat bilan o'tkazgan olim, mujohid Murabit ibn Nuhas Hijriya 8-asrning keyingi yarmi va 9-asrning boshlarida yashagan bo'lib, shu davrning ko'zga ko'ringan mashhur olimlardan edi. U hadis va fiqhda olim, jihod va ribatda sabit, sunnatparast, yaxshilikqa oldirg'uchi, ilm o'rganish va o'rgatish, kishilarga nasihat qilish va jihodga da'vat qilishga hirisman, kamtar, kibrdan yiroq, nom shuhratdan o'zini qochiradigan, nomsiz yashashga tirishadigan kishi edi. U haqida Ibn Hajar mundoq degan: Ibn Nuhas dimiyat ribotlari va jihodlarni o'ziga lozim tutgan katta fazilatli kishi edi. Ibn Ammad Hanbali mundoq degan: U shayx, imom, alloma, namuna va ulgu edi. Tarixshunos Saxoviy mundoq degan: Ibn Nuhas miros ilmiga pishiq, matematika ilmida kamolatga yetgan, geometriya ilmida iqtidorliq, dinda faqih, yaxshilikqa oldirg'uchi, nom shuhratdan yiroq kishi edi. Kibrdan o'zini shunchalik qochiratdiki, uni tunimaydigan kishilar uni odatdagi bir kishi deb o'ylab qoladi. Toki shahid qilinganiga qadar
ribat va jihodni lozim tutgan edi. Shayx shahodatni to'liq arzu qiladi va Alloh taolodan uningga shahidlikni rizq qilib berishni so'raydi. Zarkali mundoq degan: u hammalarning roziligiga erishgan fazilatlik mujohid Shafiy mazhabining faqihlaridan edi. Ahli salaf qo'shini bilan bo'lgan Tayna degan jangda faqat olg'a ilgirlagan, kenini qilmagan holda urushib shahid qilingan edi. U Dimyat ahlining salibiylarga qarshi ilib borgan jihodida qo'mondonlik qilgan. 814-yili Dimyatga yaqin joyda yuz bergan Tayna degan jangda Alloh taolo u kishining jihodiy hayotini shahidlik bilan oxirlashtirib, o'ziga shahodat bilan uchrashtirgan. Alloh taolo u kishining shahodatini qabul qilsin. Shayxning shahid bo'lishdan burun yozib bitirgan bu kitobning ummat ichida keng olqishga va yaxshi baho erishishiga hamda islom ummatining uningdan manfaatlanishiga Alloh taolo nasib qildi. Ulamolar bu kitobning tarixdan buyonqi jihad haqidagi kitoblar ichidagi eng afzal kitob ekanligiga birlikka kelgan. Hamda jihad haqida tuzilgan kitoblar ichida eng yaxshi jamlangan, manfaatlari nihoyat mo'l bo'lgan kitob deb yuqori baho bergan. Lekin asli kitobda hadis va asarlarning raviylari va tadqiqot mazmunlari ko'p bo'lganligi uchun doktor Siloh Abdulfattah Al-Xolidi kitobning asliki nusxasi va boshqa olimlarning tekshirib chiqqan nusxalariga asosan bu kitobni qaytadan tahrirlab va ratlab chiqqan. Biz ham o'qirman qarindoshlarimizga yengil bo'lishi uchun mushu nusxani tarjima qildik. Shundaqla qarindoshlarimizga bo'lgan manfaatining texim ko'p bo'lishi va kitob tarjimasining qiymatining texim yuqori bo'lishi uchun asli kitobga tang murojaat qilib mondiq. Hamda Buxoriy va Muslimdan boshqa hadis to'plamlaridagi hadis va asarlarga nisbatan Albani, Ibn Hajar, Shuayb Arnaud va boshqa muhaddislarning bahosini garchi asli arabcha kitobda bo'lmasa-mu izdanish orqali yozib qo'ydik. Ammo bu muhaddislar tekshirish ilib bormagan, faqat rivoyat qiluvchilarning hadis to'plamlarida xotirlangan hadis va asarlar bo'lib qolsa, kimning rivoyat qilganligi va kimning to'plaganligini yozib qo'yish bilan ko'paylandik. Oxirida Alloh taolodan faqat o'zining roziligi uchun qilgan bu xizmatimizni qabul qilishini, ushbu kitobni o'qirman qarindoshlarimiz uchun manfaatli qilib berishni, mujohidlarimizning jihodga bo'lgan ixlosi, himmati, rag'bati va hirismaligining texmi ziyoda bo'lishi, jihoddan o'ltirib qolgan qarindoshlarimizning jihod karvoniga yetib olishiga sabab qilib berishni tilaymiz. Amin.